toza qo'llar uchun davlat 780 milliard so'm ajratibdi. 2025-yil 6-may kuni Vazirlar Mahkamasining 297-sonli qaroriga muvofiq toza qo'llar davlat dasturini amalga oshirish to'g'risidagi qaror qabul qilindi. 6-may kundagi prezident ishtirokidagi bo'lib o'tgan yig'ilishda aytilishicha, 35-40% yuqumli kasalliklar qo'llarni tozalab yuvmaslik, sanitariya va gigiyenaga rioya qilmaslikdan bo'larmish. Shu munosabat bilan barcha maktab, bog'cha, texnikum, oliygoh, poliklinika va shifoxonalarda toza qo'llar dasturi amalga oshiriladi. Unga ko'ra, ta'lim va tibbiyot tashkilotlaridagi qo'l yuvish joylari sanitariya gigiyena vositalari bilan to'liq ta'minlanadi. Sharoiti og'ir bo'lgan 126 ta maktabda hojatxona bino ichida joylashtirilib, yangidan quriladi. 6000 dan ziyod bog'cha geokollektor bilan ta'minlanadi. Turning 295 taga yaqin ijtimoiy muassasada suv baki va sisterna o'rnatiladi. Ushbu maqsadlar uchun shu yilning o'zida byudjetdan 780 milliard so'm ajratilarmish. Sanitariya.uz jamoasi esa toza qo'llar davlat dasturini qo'llab-quvvatlaydi, maktab, bog'chalar uchun o'zining qo'llar uchun gigiyenik vositalarini taklif qiladi.